Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi taqdimotimiz mavzusi zamonaviy texnologiyalar olamining poydevori hisoblangan yarim o'tkazgichlarda elektr toki. Smartfonlardan tortib sun'iy intellektgacha bo'lgan barcha texnika aynan shu soha qonuniyatlariga tayanadi. Bugungi darsimiz davomida biz yarim o'tkazgichlarning tabiati, ularning energetik zonalar va xususiy aralashmali o'tkazuvchanlik turlari hamda ushbu metallardan yasaladigan asosiy asboblar bilan yaqindan tanishamiz. Xush, yarim o'tkazgich o'zi nima? Bu moddalar elektr o'tkazuvchanligi bo'yicha metallar va dielektriklar orasida turadi. Ularning eng muhim xususiyati shundaki, agar metallarda harorat oshishi bilan qarshilik ortsa, yarim o'tkazgichlarda aksincha qarshilik kamayadi. Eng ko'p qo'llaniladigan misollar kremniy va germaniydir. Nima uchun yarim o'tkazgichlar ba'zan tok o'tkazib, ba'zan o'tkazmaydi? Buning siri energetik zonalarda. Ularda valent zona va o'tkazuvchanlik zonasi orasidagi taqiqlangan zona juda tor. Shuning uchun ozgina issiqlik yoki yorug'lik energiyasi elektronning bu to'siqdan sakrab o'tishi uchun kifoya qiladi. Sof, hech qanday aralashmasi bo'lmagan yarim o'tkazgichlarda jarayonni ko'rib chiqamiz. Tashqi ta'sir natijasida elektron valent bog'ni tark etadi. Erkin elektronga aylanadi. Bu vaqtda elektronlar soni va ular tashlab ketgan bo'sh o'rinlar, kovaklar soni har doim bir-biriga teng bo'ladi. Kovak bu shunchaki bo'sh o'rin emas, u o'zini musbat zaryadli zarracha kabi tutadi. Elektron bir joydan ikkinchi joyga o'tganda, kovak go'yoki qarama-qarshi tomonga harakatlanayotgandek ko'rinadi. Bu xuddi teatrda tomoshabinlarning bo'sh o'rinlarga surilib o'tirishi natijasida bo'sh o'rinning harakatlanishi o'xshaydi. Yarim o'tkazgichga valentligi yuqori bo'lgan element qo'shilsa, bitta ortiqcha elektron hosil bo'ladi. Bunday aralashmalar donorlar deyiladi. Natijada bizda n-chi tur yarim o'tkazgich hosil bo'ladi. Unda asosiy zaryad tashuvchi elektronlardir. Agar valentligi past bo'lgan element qo'shilsa, aksincha elektron yetishmovchiligi yuzaga keladi va kovaklar hosil bo'ladi. Buni akseptor aralashma deymiz. Bu turdagi moddalar P-tur deb ataladi, chunki unda kovaklar asosiy rolni o'ynaydi. Eng qiziqarli jarayon N-tur va P-tur moddalar tutashgan joyda yuz beradi. Bu chegara P-n o'tish deyiladi. Uning o'ziga xosligi tokni faqat bitta yo'nalishda o'tkazishidir. Bu chegara elektronlar uchun o'ziga xos bir tomonlama valv vazifasini o'taydi. P-n o'tish amaliyotda diod deb ataluvchi asbobni beradi. Diodlar o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirish uchun ishlatiladi. Sizning telefoningiz quvvatlagachida aynan shu mitti qurilmalar xizmat qilmoqda. Agar biz ikkita P-n o'tishini birlashtirsak, dunyoni o'zgartirgan tranzistor hosil bo'ladi. Tranzistor signallarni kuchaytiradi va boshqaradi. Bugungi kunda bitta mitti kompyuter chipida milliardlab tranzistorlar joylashgan bo'lib, ular barcha mantiqiy amallarni bajaradi. Xulosa qilib aytganda, yarim o'tkazgichlar fizikasi nafaqat nazariy bilim, balki biz yashayotgan raqamli dunyoning asosi hisoblanadi. Darsimiz sizga foydali bo'ldi deb umid qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.